Azizlarim, assalomu alaykum. Mana shunaqa qo'ziqorin qovurishni hozir men sizlarga ko'rsatib o'taman. Juda ham mazali, men sevib iste'mol qiladigan taomlardan bittasi bu. Bu Rossiyada, Turkiya taraflarida ko'p bo'ladi, O'zbekistonda bilasizlar oz. Mana uning uchun mana shunaqa qilib yaxshilab qo'ziqorinlarimizni yuvib olamiz. Yuvganimizdan keyin buni ikkiga bo'lamizda, tuzga aralashtirib bir 10-15 daqiqa nima qilamiz, kutamiz. Tuzlari ichiga kirib nima bo'lguncha, xohlaganlar zelen priprava solishi mumkin. Men hech narsa solmadim. Keyin mana 15 minutdan keyin bularni xuddi kartoshkani qanday qovursak, xuddi shunday qovurib olamiz. Qizib turgan yog'iga solamiz. Bu qo'ziqorinlarimiz ham qip-qizil bo'lib chiqadi. Mana qizib turgan yog'iga soldim. Buni hidi, mazasi juda ham mazali. Juda ham mazza qilib yedim. Yeb ko'rmaganlar albatta olib pishirib yeb ko'ring. Juda ham mazali narsa. Yoniga men kartoshka ham qo'shdim. Kartoshkani ham qizib turgan yog'da pishirib yeyishni juda ham yaxshi ko'raman. Meni eng sevgan taomlarimdan bittasi. Mana tayyor bo'ldi. Qo'ziqorinlarimni ko'ryapsizlar, qip-qizil bo'lib chiqqan. Ana shunaqa qilib tayyorlab, xohlasangiz ustiga nima deydi, qattiq yaxshi ko'rganlar qattiq hisob yesa ham bo'laveradi. Xohlaganlar limon siqib yesin salat bilan. Mana tayyor bo'ldi, juda ham mazali. Tayyorlamaganlar albatta tayyorlab ko'ringlar. Tayyorlaganlarga yoqimli ishtaha, like bosishni unutmanglar do'stlarim.